Hozir ko'p xatlarni yuqori darajalarini Newton binomi yordamida o'rganamiz. Newton binomini o'rganishdan oldin Pascal uchburchagiga e'tibor qaratinglar. Pascal uchburchagida mana bunday jadvalda tuzib olamiz. Chetlari birlar yozilgan, o'rta qismlari mana shu birlar yordamida yig'indini hisoblaganda 2, bu ikkov yig'indisini hisoblaganda 3, 2 yig'indisi 6, 2 yig'indisi 4 deb ichlarini to'ldirib chiqamiz. Mana shu sonlar tepadagi ikkita sonni hosilasi hisoblanyapti-da. Bu sonlar biza topmoqchi bo'lgan bironta ko'p xatni masalan 6-daraja bo'ladigan bo'lsa, buni koeffitsientlari hisoblanadi. 6-darajani koeffitsientlari, bu 5-darajani koeffitsientlari, 4-darajani koeffitsientlari. Buni hali ko'p davom ettirsak bo'laveradi. Misol uchun, mana shu ko'p xatni 6 darajasini mana bu yerdan yoyib ko'rsatib beraman. Birinchi yozayotganimizda 6 darajani 7 ta koeffitsienti borligi uchun bu yerga 7 marta A ni yozib chiqamiz. Mana shunday. Endi mana shu koeffitsientlarni oldiga qo'yib chiqamiz. 1, ikkinchisi 6, keyingisi 15, keyingisi 20, keyingisi 15, keyingisi 6, keyingisi 1. Endi mana bu 6 darajani A ni darajasiga qo'yamiz. Keyingi A darajalari mana shu 6 dan keyin bittaga kamayish tartibida yozib chiqiladi. Masalan bu 5, 4, 3, 2, 1, 0. Endi mana shu 6 darajani B ni darajasiga qo'yamiz. Keyin orqaga qaratib endi kamayish tartibida yozib chiqamiz. Masalan bu yerga 5 qo'yamiz. 4, 3, 2, 1, 0 qo'yamiz. Endi buni ixchamlaymiz. A ni 6-si plus 6A5B plus 15 A ni 4-si B ni 2-si plus 20 A ni 3-si B ni 3-si plus 15 A ni 2-si B ni 4-si plus 6 A5 plus B ni 6-darajasi. Endi yana bitta ma'lumot. Agar mana shu A plus B ifodamiz A minus B bo'ladigan bo'lsa, B ni toq darajalarini oldiga minus qo'yib chiqamiz. Mana bu yerga minus qo'yamiz. Toq darajasi minus. Demak, bu yer minus bo'lar ekan, bu yer minus bo'lar ekan, mana bu yer minus bo'ladi.